Samarqand davlat tibbiyot universitetining davolash ishi fakultetining 6-kurs talabasiman. Bizlar 6 yil davomida bilimlarimizni kuchaytirib, ustozlarimiz berayotgan tanbehlari, o'gitlari asosida o'qib, bilim olib kelmoqdamiz. Yoshligimdan o'zi shifokor bo'lishga rosa qiziqaman, chunki o'zimni oyim ham shifokorlar. Shu oyimni izidan ketaman deb shifokor bo'lishni oldimga maqsad qilib qo'ydim. Hozirgi kunda biz talabalar ustozlarning o'gitlari bilan ularni bergan nasihatlari asosida o'zimiz kuch yig'ib bilim olmoqdamiz va shu qatorda respublika va xalqaro konferensiya olimpiadalarda qatnashib sazovor o'rinlar egallab kelmoqdamiz. Mana shu qatorda o'zimizda o'tkazilayotgan Samarqand 2020 xalqaro olimpiadalarida qatnashib o'rinlar egallab kelmoqdamiz. Darsdan bo'sh vaqtlarda biz proyektlar tuzamiz, proyektlar ustida ishlab va xalqqa uni targ'ib qilamiz. Rektorimiz tomonidan rektor stipendiyasi targ'ib etilgan va shu rektor stipendiyasini bir necha marotaba sazovor bo'lganman. Hozirda men ginekologiya sohasi bo'yicha ustozlar bilan birga ish olib boryapman. Talabalar ilmiy jamiyatiga qatnashib, o'z ustimda ishlab, birga maqola, tezislar yozib, xalqaro konferensiyalarda qatnashib kelmoqdaman. Yana shu qatorda ustozlarimga va ota-onamga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ularning ishonchi bilan, ularning qo'llab-quvvatlashlari bilan mana shu yergacha kelib, oz bo'lsa ham yutuqlarga erishib kelmoqdaman.